Mana bu bakteriya, mana. U tirik organizm. Uni tanasida hamma narsasi mavjud. Ya'ni misol uchun dumi bor harakatlanishi uchun bakteriyani. Uni ichida o'zini qorni, oshqozoni, yeydigan og'zi, barcha misol uchun hayvonlarga yoki oddiy jonivorlarga tegishli bo'lgan a'zolarni boshqa ko'rinishlardagi bo'lsa ham shakli bor qisman. U mustaqil yashay oladi va u yashashi uchun muhit, biror bir tana, organizm issiqlik temperaturasi hamda suvi non-choyi bo'lsa bo'ldi, yashab ketadi. Va u o'z-o'zidan poyiz o'ynab ko'payadi. Kichkina bolachalari tug'adi yoki bo'linadi. Endi virusni bakteriyadan birinchi farqi shundaki, hajm jihatdan bir necha yuz barobar, hattoki 1000 barobar ham kichkina bo'lishi mumkin. Bakteriyaga nisbatan virusning shakli. Mana bu virus bu faqat maxsus RNK yoki DNK kodlardan tashkil topgan shunday narsa. Bu o'z-o'zidan faoliyat yurita olmaydi. O'zini oshqozoni yoki dumi yoki rivojlanish qobiliyati yoki yashash qobiliyati o'zida yo'q buni. Bu yashashi uchun biror bir tirik hujayra bo'lishi kerak. Va bizni tanamizga tushgan joyidan boshlab zararlanishni boshlaydi. O'sha tushgan joyining hujayrasiga misol uchun mana bu bizni tanamizning bitta hujayrasi, tomog'imizning hujayrasi yoki burnimizda. Ana shu bizni bir dona hujayramizning ichiga bu kirib o'rnashib oladi va o'zini kodini mana bu hujayraga buyruq asosida o'rnatadi. Endi bu virus bizni mana bu hujayramizni boshqaradi. Shu virus bitta hujayramizdan bir necha o'nta yuzlab o'ziga o'xshagan viruslarni yana yaratib, bu hujayrani parchalab, burdalab chiqib ketadi va virus ko'paydi. Aytaylik, jigardagi bitta hujayraga gepatit C virusi tushdi mana. Jigarimizning har bir hujayrasini tasavvur qiling, oldiniga bitta virus, bitta hujayrani burdalab, 10 ta o'ziga o'xshagan virus yasadi va 10 ta bu virus endi har biri mana shunday usulda jigarning 10 ta hujayrasiga hujum qildi, kirdi. Va ular yana shu ohangda 10 taga bo'linib ketdi. Sekin gepatit C da aytaylik 5 yil ichida jigarni yeb sirrozga aylantiradi. Bakteriyalarning ham, viruslarning ham juda har xil turlari bor. Shunday ekan, virus hujayrasining devori yo'q, faqat genetik moddadan iborat bir fleshkadek. O'zi mustaqil ko'paya olmaydi. Faqat unga tirik hujayra kerak va tirik hujayraga o'rnashib, o'sha hujayrani burdalab, shuning natijasida ko'payib, yashab faoliyat yuritadi. Bakteriyalar oziqlanadi. Yeb ichadi, bizni hujayralarimizni asosiy ovqati qilib tanovul qiladi. Shuning natijasida energiya ishlab chiqaradi. Toksin o'zidan himoyalovchi axlatlarini, moddalarini shu joylarga sepib ketadi. Viruslar hech narsa yemaydi. Ular boshqa hujayralarning ichiga kirib, uni resurslarini o'g'irlab chiqib ketadi burdalab.